Necha marta kruizda bo'lgansiz? 7 marta. Taklada? 6 davlat. Necha marta kruizda bo'lgansiz? 14 marta. Nechta davlat? 40 tadan oshib. Zo'r-ku. Nima qilish kerak kruizga chiqish uchun? Sayohat yaxshi bo'lishi kerak. Necha marta kruizda bo'lgansiz? 14 marta. Nechta davlat? Sayyorani kipiga turibdi. Nechta kruizda bo'ldingiz? Bizga 6 marta chiqamiz. Nechta davlatda bo'lgansiz? Adashmasam 14 ta davlat, 20 dan ortiq shaharga borgan. Tavsiya qilasizmi? Juda zo'r tavsiya qilamiz. 25-dan qaytib keldim mana yaqin orada. Mana bir haftacha bo'ldi. Nechta davlatda bo'ldingiz? Balki 100 ta desam, menimcha to'g'risi bu bo'ladi. Menimcha bilmadim. Marta kruiz sayohatida bo'ldingiz. 8 marta Xolida opa, necha marta kruizda bo'lgansiz? Men 12 marta bo'ldim. Oo, 12 marta. Nechta kruizda bo'ldingiz? Bir 12 ta 15 ta davlatda bo'ldim o'sha shekilli buloq holatda. Laynerda. Nechta laynerda bo'ldingiz? 3 ta laynerda bo'ldim. Necha marta kruizda bo'lgansiz? Oltinoda bo'lganman. Nima qilish kerak kruizga chiqish uchun? Nima qilish kerak? Harakat qilish kerak. Fazila opa, necha marta kruizda bo'lgansiz? 11 marta bo'ldim kruizda. Hozir 3-fevraldan Avstraliyada Brisbanedan boshlanadi 14 kunlik kruizim. Hammani taklif qilaman, albatta sayohat qilishga